Qalaysizlar? Qalaysan? Nimaga iltimos qilyapsan? Marojniga qo'yaptilar. Maroj olishga qo'ymayaptilar. Shomolaysan deb aytibdilar. To'g'ri aytadilar o'yinglar. Qara, bitta savol beraman undan ko'ra men senga, matematikadan. Agar to'g'ri javob beradigan bo'lsang, 50 ming beraman. Bo'ldi. Как razga marojni olsang, ana, sotib olsang bo'ladi. Faqat yaxshi bo'lgan payting. Kelishdingmi? Xo'p, nima mavzu o'tdi matematikadan oxirgi marta? Aha. Nechinchi sinfsan o'zi? 7. 7. Xo'p. Notni ko'tadi. Not nima? O'zbekchasi ekub bilan ekub-a? Xo'p, vaqt ketdi. 48 bilan 90 ga not topish kerak. Opa, qani shogird yechib olar ekan, tezligi juda zo'r ekan bolani. Vaqtga topdi. Hop, 50 ming so'm ishlab oladi. Ko'ramiz. Qani ishlab olayotganmi yoki yo'qmi? Chota bunaqa yetishidan chota ishlaydiganga o'xshayapti. Hop. 6 bo'ladi. 6 bo'ladimi? Молодец, to'g'ri, 6 bo'ladi, zo'r. Gap yo'q, 6 bo'ladi. Krasavchik. 50 ming ishladi. 50 ming ishlab olding. Gap yo'q, молодец. Mushuk 5 tash. To'xta. Endi men qolgan pastpichiklarimga notni ham bittada topishni eng oson usulni o'rgataman. Qara. Ekub bilan ekubni bittada topishni o'rgataman. Shunday qilamiz. Sirazi ikkalasi bo'linadigan birinchi son, tub son qaysi 2 ga bo'linadi? 24, 45 bo'ladi. Ikkalasi yana nimaga bo'linadi? 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'lamiz. 8, 15 bo'ladi. Yana ikkalasi nimaga bo'linadi tub songa? Boshqa hech narsaga bo'linmaydi. Shuning uchun men bu yerda 1 yozib qo'yamiz. Bo'ldi. Ekubini topmoqchi bo'lsang, ekubi not degani, mana 3 ta sonni ko'paytirasan. Tamom. 2, 3, 1 ni ko'paytirasan 6 bo'ladi. Agar nokni, ya'ni ekuni top degan bo'lsa, strelka bilaman. 8 bilan 90 ni ko'paytirib qo'yasan, tamom. Yoki 15 bilan 48 ko'paytirsang ham javob chiqadi. 8 kara 90 bu 72 inol 720 bo'ladi. Tushuning oson usulni? Gap yo'q. Davay, savob, pasasa. Matematika qiyin fan emas. Matematikani eng oson, sodda usulda o'rganmoqchi bo'lsalaringiz, shaxsan o'zim Buxoroda filial ochyapman. Buxorodagi qiyomat shogirdlarim uchun, ya'ni bizada prezident maktablariga tayyorlov, Al-Xorazmiyga tayyorlov, Al-Beruniy maktablariga, ixtisoslashgan maktablarga, undan tashqari SAT milliy sertifikatlar uchun tayyorlov guruhlarimizni yo'lga qo'yamiz. Shaxsan o'zim bo'laman, nasib bo'lsa, ochilish marosimida, xudo xohlasa farzandlaringizni olib kelsalaringiz, olish qobiliyatiga qarab mos guruhlarga joylashtiraman. Bizning kursimizda o'qigan o'quvchilar har oy bir marta shaxsan o'zim bilan ko'rishib, unda logika IQdan savol-javoblar bo'ladi. Undan tashqari har oy bir marta aylanishlarga olib chiqamiz, shopping qilamiz. Xuddi Toshkent sistema Buxoroda bo'ladi. Xudo xohlasa, pastda nomer qoldiraman. Shoshilamiz, joylar soni cheklangan.